Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun proqram yetakçisi Peter Even əpəndiler 28 oktyabr günü Nyu-Yorkda Türkiye'nin BDT'de turuşluq baş elçisi Feridun Sinirloğlu əpəndi bilan görüşüp, onun BDT'de Uyğurlar görsətken gamxorluqi və qollışığı Şərq Türkistan xalqı namıdan alaydı rəhmət etiş bilan birgə, Türkiye hökumətinin bundan keyinmi özlərinin qan və din qeyrindaşları hesaplanğan Şərq Türkistan xalqıga davamlıq igi chiqishini, shundaqla Amerika boshchiligidagi g'arb ellardan ulgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish va uni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishni umid qilganligini bildirdi. Bu yil chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik yig'ini mezgilida Gollandiya boshchiligidagi 47 davlat Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan. Buningga mos holda Turkiya ham o'xshash kunda BDTda ayrim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini qattiq ayiblagan edi. Bundan boshqa Türkiye yana 26 oktyabr 23 davlatning o'rtaq sahibxonligida BDTning Nyu-Yorkdagi bosh shtabida o'tkazilgan Uyg'ur masalasi haqidagi yuqori darajaliklar yig'inida sahibxon davlatlar qatoridan o'rin oldi. Va Turkiyaning BDTda turishliq bosh elchisi Feridun Sinirloğlu əpəndim yig'inda qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayblab, xalqaro jamiyatning Uyg'urlar uchrayotgan muomala to'g'risidagi barliq andishlari dalillendi. BDTning doklati Uyg'urlarning tüp kishilik huquqi va erkinligining ig'ir dafsanchilikka uchirganligi, madaniyat kimligining tahdidga uchrayotganligini isbotladi. Bu Uyg'ur turklarining o'z vatanida tinch, xotirjam va bexatar yashash fursati yo'qligini dalillamoqda deb ko'rsatgan. Ve xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur kimligini qo'g'dab qilish uchun harakatga o'tishga chaqirgan edi. Ömer Qanat əpəndim bosh elchi Feridun Sinirloğlu bilan ko'rishdi qilgan so'zida, ya'ni Turkiyaning Sharq Turkiston xalqining qalbida alayda bir o'rni borligini, butun Sharq Turkiston xalqining Turkiyani o'zlarining ikkinchi vatani va homiysi deb qarab, Turkiyadan nihoyat zo'r umidlarni kutayotganligini, Şoň Türkiye'nin Uyg'urga ega chiqishining ular uchun intayin zo'r qimmat va ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, navbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika hukumati, Yevropa parlamenti va boshqa 8 davlatning parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat sodir qilish mumkinchiligining borliqqa o'tir qo'yilganligini, Dunyo Uyg'ur Qurultayining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini xalqaro qonuniy asoslar va ko'p taraflamalik dalillar bilan isbotlab chiqqanligini, shuning uchun chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasining Turkiya parlamentida muzokaraga qo'yilib, rasmiy qaror qabul qilinishini taqozolik bilan kutayotganligini ifoda qildi. Bosh elchi Feridun Sinirloğlu ko'rishdi qilgan so'zida, Turkiya hukumatining bundan keyin yana BDTda Uyg'ur masalasiga ega chiqishni davomlashtiradiganligini, Ömer Qanat əpəndimning yuqorqi talab va takliflarini Turkiyaning munosabatli organlariga vaqtida yetkazishga g'ayrat qildiganligini bildirdi. Siyosiy analizchilar bo'lsa, keyingi mezgillardan buyon Turkiyaning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasida jiddiy o'zgarishning bo'layotganligini, Xitoyning shuncha qattiq besimiga qaramasdan Turkiyaning Uyg'urlarni qo'llayotgan g'arb demokratik ellarning sepidan o'rin olishga boshlaganligini ifoda qilishmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı, Hasana Xalqaro Fondi Jamiyati va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rtaq sahibxonligida 11 oyning 9 kunidan 10 kunigacha Belgiyaning poytaxti Bryusselda chaqirilgan 2022 yillik Bryussel Uyg'ur munbiri nomli zo'r ko'lamli xalqaro muhokama yig'inining ochilish murosimi 9 noyabr kuni tushdan burun Yevropa parlamentida o'tkaziladi. Yevropa parlamentining a'zosi Ismoil Ertug' әпәндimning bevosita riyosatchiligi va ochilish nutqi bilan boshlanadigan mazkur yig'inning Yevropa parlamentida o'tkaziladigan tushdan burungi ochilish bo'limida yig'inning sahibxonlaridan Hasana Xalqaro Fondi Jamiyatining muavin raisi Kemal Argun, Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxonlar, undan boshqa yana Yevropa parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisi Rafael Glucksmann, Yevropa parlamenti a'zosi Miriam Leksman, lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Gulbahor Jalilova qatorliqlar so'z qiladi. Yig'inning Yevropa parlamentidagi birinchi bo'limida xalqaro jamoatchilikning majburiyatlari va Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilikqa qarshi Yevropa parlamentining mas'uliyatlari degan temada maxsus muhokama ilib berildi. Ve bölümde Amerika Devletlik Dini Erkinlik Komitetining raisi advokat Nuri Türkel, Yevropa Parlamenti Uyg'ur Dostluk Gruppasining qo'sh raislaridan David Lega, Engin Eroğlu,
Amerikaning BDT'da turishliq sobiq bosh elchisi Kelly Curry, Uyg'ur sud kollegiyasining muavin bosh sudchisi Nikvich qatorliqlar yuqorqi temani cho'radigan asosda o'zlarining qarashlarini o'ttirib qo'ydi va yig'in qatnashchilarining bu haqdagi savollariga javob berdi. Uyg'urlarning taqdirga munosabatlik zo'r masalalar va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning konkret tadbirlari muzokara qilinadigan va 2 kun davom qiladigan mazkur yig'inga parlament a'zolari, hukumat xodimlari, siyosiy arboblar, xalqaroliq donliq advokatlar va qonunshunoslar, diplomatlar, Uyg'ur masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik olim va mutaxassislar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, har qaysi dinlarga mansub diniy jamiyat va guruhlarning vakillari, dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullaridan bo'lib 200 nafardan ortiq zot taklif qilindi. Bularning mutlaq ko'p qismi chet ellik olim va tadqiqotchilardan iborat. Umuman, navbatda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi bo'yicha tadqiqot olib berayotgan tadqiqot markazlari, universitet va institutlarning vakillari ve çetellik mutaxassislarning hammasi degidek 2022 yillik Bryussel Uyg'ur munbiriga to'planib, Uyg'ur masalasi bo'yicha keng doirada muhokama olib bordi. Ondan boshqa yana 2022 yillik Bryussel Uyg'ur munbiri yig'iniga ulapla 11 noyabrda Bryussel Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining yillik yig'ini chaqirildi va 7 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultiyining o'tgan bir yillik xizmatlar xulos qilinish bilan birga Qurultayning bundan keyingi plan programmalari haqida muzokara olib berildi. 11 ayning 11 kuni kechda Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur Akademiyasi va Belgiya Uyg'ur jamiyatining birlikda uyushtirish bilan Bryusselda Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni xotirlash murosimi o'tkazildi. Cumhuriyet bayramimizni xotirlash faoliyatiga Belgiyadagi qarindoshlarimizdan boshqa yana Belgiyaga qo'shni bo'lgan ellardagi qarindoshlarimiz kelib qatnashsa bo'ladi. Taylanddagi kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralari tarafidan 2013 va 2014 yillarda tutqun qilinib, hozirgacha qo'yib berilmagan Uyg'ur tutqunlarining taqdiridan tixim andish qilayotganligini bildirgan. Ularning aytishicha, bu yil 7-oyda Tayland turmasidan qochib ketgan 3 nafar Uyg'ur tutqundan biri hozirm qochib yurmoqda ekan. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy attiganlik pochtasining 28 oktyabr e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarida Tayland bu yil 11 oyda o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining boshliqlari yig'iniga tayyorlik qilayotgan bir paytda Tayland turmasidagi Uyg'urlarga bo'lgan diqqatning kuchayganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Uyg'ur tutqunlarining masalasiga yaqindan aralashib kelayotgan Tayland xalqlarini kuchlantirish fondining boshlig'i Shalida Tajarunsuk Uyg'urlarning alayda bexatarlik masalasi deb qaralayotganligi aniq deb ko'rsatgan. Lekin ularning bu joyda qanchalik qoldiganligiga hech kim bir nim deyolmaydi degan. Tayland Islomiy kengashining rahbarlaridan Zaki Pitakumpul bundaq turma kameralarida 10 yillab yetish qandaq bir hayot bo'ladi deb ta'kidlagan. Janubiy Xitoy attiganlik pochtasining ko'rsatishicha, Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Phil Robertson Uyg'ur tutqunlari uchirgan muomalaning odamni cho'chitganligi, Taylandning ularni darhol qo'yib berish kerakligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayland turmasidagi Uyg'ur tutqunlarini qo'llash harakati yaqindan beri kuchaygan. Bu yil 7-oyda Taylanddagi 8 kishilik huquq tashkiloti Tayland hukumatidan Uyg'ur tutqunlarini Xitoyga qaytarmaslikni talab qilgan. Sharq Turkistonda yurgizilayotgan turli besim siyosatlardan jinnini ilib qochishga majbur bo'lgan 300 dan ortiq Uyg'ur 2014 yili mart oyida Tayland orqali Malayziyaga o'tib ketmoqchi bo'lganda Tayland soqchilarining qo'liga tushib qolgan edi. Ayni chog'da Turkiya hukumati bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlaydiganligini bildirib, diplomatik tirishchanlik ko'rsatish natijasida Tayland hukumati ko'p qismi bolalar va ayollardan iborat 170 dan ortiq Uyg'urni Turkiyaga o'tkazib bergan. Biroq ular oradan bir hafta o'tmayla qolgan 109 nafar Uyg'urni tuyuqsiz qo'llarga ko'yiz silib, Bangkok harbiy aerodrom orqali Xitoyga qaytarib etgan. Navbatda Taylanddagi har qaysi turmalarda yana 50 atrofida Uyg'ur davomli tutib turilmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultiyi va xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlari bir qancha yildan buyon xalqaro jamoatni 8 yildan beri sababsiz holda Taylanddagi turmalarda nachar sharoitlarda tutib turilayotgan Uyg'urlarni boshqa bir bexatar o'ringa yo'tkilishiga kapolatlik qilishiga chaqirib kelmoqda. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi Xi Jinpingning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidagi sheriklik rolini javobgarlik tortish to'g'risida Amerika davlat majlisiga taklif loyihasi sungan Amerika Kengash palata a'zosi Josh Hawley apandimga maxsus ilxat yo'llab, uning bu harakatiga bo'lgan qattiq noroziligini bildirgan. Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan a'zosi Hawleyning sungan mazkur qonun taklif loyihasida Xi Jinping va uning yuqori darajalik amaldorlarining Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchiligiga shaxsan sherik bo'lganligini muayyanlashtirish talab qilingan. Shundaqla Uyg'urlar qartilgan insoniyat qarshi jinoyatga javobgarlik bo'lgan Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlariga embargo yurgizish talab qilingan. Bundan boshqa yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi Blinken va Amerika davlatlik istixborot idorasining direktori Avril Haynesning bu jinoyatga buyruq bergan Xitoy Kompartiyasi amaldorlari ustidan qarorlik doklad sunish talab qilingan edi. Oxios Tour'ning bu vaqtdagi xabarda aytilishicha,
Xitoy elchixonasining yo'llagan 800 so'zlik xatida mazkur qonun loyihasi g'azab bilan takabburlik va pastkashlik deb ayblangan. Axios Store'ning bildirishicha, Xitoy elchixonasi xatida Josh Hawley'ning Xitoyga qarshi sovuq urush tafakkuri va ideologiyalik bir taraflimligidan voz kechib, Xitoy Kompartiyasi va hukumatining Xinjiang siyosatiga to'g'ri qarshi bu qonunni to'xtatishi, Xitoy Kompartiyasi va Xitoy rahbarlariga hujum qilishni to'xtatishini talab qilgan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.